spirtli iste'mol qilganligim sababli gaptalashib ketib qoldik. Keyin shu post patrul xizmatlari xodimlari yetib kelib o'zaro janjallashib qoldik. Shundan so'ng qo'lim kayib ustida qo'lim ko'tarib oldim. Bu qilgan ishimdan ming afsusdaman. Meni kechirishlaringizni so'rayman. Barchadan uzr so'rayman. Meni ahmoqchiligim bilan mana shunaqa shuncha joyga keldim. Boshqalarga tavsiya etmayman bunday qilib ichib yurishlarini. Transport hodisasi sodir qilib qo'yganimda meni orqamdan boshqalar jabr ko'rishi mumkin edi. Akamni ham shuncha yil yiqqan obro'sini, shuncha yil ishlagan vaqtini besabab shuncha putur yetkazib qo'yapman. Hammasiga o'sha spirtlik sababchi ekan. Bu hol boshqa qaytarilmaydi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Hozirda mazkur holat yuzasidan Yashnobod tumani prokuraturasi tomonidan fuqaro Pardayevga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismi hamda 277-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov davom etmoqda.